26 oktyabr hafta kuniga yakshanba biza har doimgidek Sementalchi akani xonadonlardan xudo xolisa sizlarga rossiyskiy nemis g'unajinlarni chiqarib berish uchun kelganmiz. Hammaga assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib borayotgan birodarlar, hammani kommentariyada yaxshi fikrlar qoldirib ketyapsizlar. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolisa chiroyli videolarni chiqarib berishga harakat qilyapmiz. Bugunga ertaga zo'r videolar bor. Kanalni birinchi marta ko'rib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, podpiska va like bosib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar. Kimda-kim mana shunaqa oshna og'aynilar qidirayotgan, yaxshi naslli g'unajilardan qidirayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, podlistga qilib jo'natib qo'yasizlar. Xo'p, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Dilmurod ukam, yaxshimisan? Sonlaring yaxshimi? Obunachilar alohida assalomu alaykum. Hamma tinch omonmi? Yaxshimisizlar? Yaxshi kelvoldingmi ukam? Xudoga shukr. Valloh xudo xolisa mana uddarlari, pechatlari kelgan. O'zi ham qaynor buloq ekanda. Ha, endi qo'l ikkita ketsa, uchta kelaverar ekan. Qo'ldan kelgancha. Men kechagi partiyadan qolgan, sababini ham aytib o'taman. Xo'p. Bu sotilgan edi. Bolalarim buni bo'ktirib qo'yibdi. Hoppa. Bo'ldi. Ani 3 ta mol ovqatini tayyorlab qo'ygan edim. Ikkita sotilgan, kechqurunga olib kirib o'zini yechib yuborgan. O'ta xo'ra. Dangalatib tashlabdi. Prosta indamasa ham bo'lar. Prosta ochiqni aytaverish kerak. Mol sotsang aybini aytib sotgin deydi. Joni sog' bo'lsin. Yeb ichib zakonni bo'lib ketdi. Endi nimadan bo'lgan? Yeyishi zo'r bo'lgani uchun bo'lgan. Shu dahshat yeyishi aytayapman-ku, voy mashalloh deysan faqat. Hozir ishtahalarda hamma narsasi joyida. Zakonni. Hech hozir mana hashay berib qo'yyapman, hashay yeb turibdi mana. Dangiladi. Atak bukkan holida ham silos bilan somon nur yotibdi-da, ishonasanmi? Bukib qo'ygan holida ham. Yo'q, mana hozir o'ziga keltirib, mana qorinlarini chiqarib, sifat o'zi hammasi ayo polvon. Opa singillar yig'ilishibdi-da o'zi. Shunaqa. Namisi arqonga tushmagan ekan, azgina bunisi hozir yetaklab yurg'izib beramiz. Yetaklaganingni bu zagonda yugurib yurgan mol edi. O'zini mana qo'yib yuborsa, hozir mana yechgan o'zida ko'rasan. Kallalarini ko'tarib yugurib yuradi. Endicha bundoq qilaylik, mana shu mollarni yechishdan oldin bitta birinchi videoni boshlab, bo'yini o'lchab ketaylik. Keyin qiynalmaymiz. Bo'ldi. Okalarimiz, obunachilarimiz o'zligi uchun bo'yini mo'ljal qilib. Qani mana bismillahirrohmanirrohim. Orqasidan ham, oldidan ham o'lchab beramiz. Biri 10 dan xiyol qochyapti mana. Yerga qo'ydingizmi? Ha, yerda. Xo'p, mana. Biri 18 ga olaversin. Oldi endi mana yelkasini pastga qilib turibdi. Biri 3. Endi video cho'zilib ketmasin, sразу o'tib keturamiz. Tushunarli. Mana mol. Original variantida. Ana quramiz. Metrlab ketdik, keyin bitta yetaklab ko'rsatdik. Shunaqa. Endi onlayn savdo qilgandan keyin bari ko'rib, qani mana bismillahirrohmanirrohim. Mana oyog'ini mana uyalib tortib oladi deb bular. Chunki aniq bo'lmaydi baribirga bunda. Qo'ldan Напримерda endi baribir. Qo'ldan kelgancha. Mana. Bu ham biri 10 dan qochyapti, biri 8 bu ham. Yerdan dumi deyajam. Biri 10 ham kelyapti mana. Yer noteksligi bor bariga mana. Mana oldi. Biri 5. Bo'ldi. Biri 5 ga, biri 8. Mana endi bunisi mana sразу qilib keta qolaylik buni ham. Mana oldidanmi? Oldi endi pas. Hop. Mana. Biri 10 dan xiyol qochyapti oldi. 8. Pashti hammasi bo'yi barobar ekan. Mana maptamda bo'yini bilsanglar ham bo'ladi. Hammasi sal pasroq, balandroq bo'lib turibdi. Biri 15. Ha, bu balandroq ekan ozgina. Bu biri 15 ekan. Hop. Endi metrlab oldik. Endi mana shu kichkinadan boshlaylik. Hop. Rasamatini beraveramiz, bo'lmasam ko'zga boshqacha ko'rinyapti shunisi. Bu Dilmurod. Original nemis. Buni xonadondan oldik. Hop. Ona qonida kelgan, shu akamizni yangi tug'ilganida, men naslchilikdagi Jizzaxdagi naslchilikdagi fermadan olgan ekanlar. Bolasini sotdilar. Mana jonivor. Hozir mana misolcha anu nemisi ham bor. U o'zida qochib o'zida tug'ilgan. Farqi bor, bariga bilinadi. Ina marka bilan. Mana, anjoni. Molni cho'zoliga ham. Endi menimcha obunachilar ham ancha tushunib, hozir 12 ta viloyatga ketyapti, ancha tushunib qoldi farqini bir-biridan. Jonivor. Shu bitta nimasi arqonga tushmagan ekanda. Mana o'zini bo'sh qo'ysang mana, zakonni. Jonivor. Kallalarni qaranglar. Zavodskiy to'qal ekan bu. Shoxi yo'q-a? Qani? Nuqta. Nix urgan. U korоче yo'q hisobda-da. Bo'ldi. Mana jonivor. Mana endi mana orqalarini xaltasi alohida tema buni. Qaranglar. Zapaskalarni. Shalvar qatdan boshlanganligini qara. Ust bezlariga alohida e'tibor ber. Men buni ancha savdo qildim bu molni olguncha. Mana. So'skalari to'rt joyda.
Xohlasa, bunicha Mana. kelar alohida videoga ham olamizda hammasini. Telegramdan yozsanglar, Anvar akamiz o'zlari ham sizlarga yozib Telegramda alohida videolarni tashlab beradilar. Agar mabodo YouTube'da video xira chiqayotgan bo'lsa, molni kачествоsi lekin juda kuchli ekan. Mana qaranglar. Kallalarni qaranglar. Oyoqlari baquvvat. Kejoni. Xohlasa olib sigir qilib olishingiz uchun narxlarni ham chiroyli qilib berasiz, Xudo xohlasa. Narxi farqi bor-a bir-biridan? Yo'q, bularni uchalasini narxini bir xil qo'yamiz. Pashti manba ham mashla bilan bir xil narxga keldi pashti. Aha. Xudo xohlasa. Endi orqalarini to'laligini ko'r. Xudo xohlasa, nima deydi? Olgan odamlar ham buni 2 yil mehnatini qilib boqqandan keyin xudo xohlasa avvalambor xudo deymiz, chiroyli sababini, chiroyli mehnatini qilganiga yarasha o'sha rezultat beradigan sigir bo'ladi inshaalloh. Puli o'sha har doim aytib o'tasan-ku, 5 so'm nari berisi bo'lishi mumkin. Lekin xudo xohlasa rezultatga zo'r bo'ladi. Avvalambor xudo shunda ham. Shunaqa. O'pshiga pulni aytamiz. Mollachi hali damini olmagan, charchoqda. Agar yaqinroqda turadigan okarangiz bo'lsa, kelib o'zingizlar ko'zinglar bilan bitta ko'rib oqinglar mashmonlarni. Telefon baribir aldiydi-da, sizlarga katta yoki kichkina ko'rsatadi. Mol lekin kачествоsi boshqacha ekan. Hozir bo'yicha ma'mula sal bo'yi balandroq, sifati bo'yicha lekin bu ajralib turibdi. 4 oylik bizo. 4 oylik? 4 oylik. Ber jonivor. Jonivor. Mana sirasi tortilyapti. Endi 3-4 kun arqonga tushib olguncha. Xo'p, narxini nima deymiz? Общий aytib ketamizmi? Yo'q, narxi yo'q, puli bir xil hammasini. 15 million. 15 milliondan aralashiga. 15 milliondan uchalasi aralashiga. Hop. Kami bor. Uchalasini bir joyda olgan odamga, har doim aytib o'taman, baraka narxi ichida dastlabki meni bo'ynimga 12 ta viloyatga. Joningiz sog' bo'lsin. Mana. 7siga, ichishiga, sog'lomligiga 100% garantiya. Mana bellarni ham ko'rsatib qo'ydim Murod mana. To'g'ri. Badani ham zo'r, ani oro tromollardan emas. Yelkalar ham hamma tomoni yaxshi kelgan. Olib sigir qilib olishingiz uchun va xohlasa endi yana ortiqcha uni u bu deb maqtab nima qilmaylik, o'zingizlar ko'rib sifatiga baho beraverasizlar. Va xohlasa lekin kallalar juda chiroyli ekan. Donalabga ham sotaveramiz, uchalasi bir joyda ham sotaveramiz. Misol uchun mashlan suti endi 1 oyliklarini 11 million ham sotishyapti, 12 million ham sotishyapti. Misol uchun hamma yoqda har xil. Mana sutga to'ygan cho'zoq narsa. Bo'ldi. 7siga garantiya. Xo'p, endi qara, bu original nemis dedim. Ona qonida kelib bizda tug'ilgan. Xo'p. Mana manba ham Dilmurod. Mana manba ham nemis. Mana. Mana misol uchun o'shani ham shoxini hozir ko'rsatdim, shunda noxotda edi. Mana 5 oylisi. Mana hali ham noxotda bo'lib turibdi mana bunsiniki. Mana. O'ynab turibdi mana. Mana shunda. Xo'p, mana endi mana buni ostlarini ham ko'rsatib qo'y. Bular o'zi oyoqlari ham mana tekis tushishini ko'rsatib qo'ydi Dilmurod. Voy jonivor. Bu tomondan ham yechib beramiz-a? Ha, yechamiz albatta. Bu kechiga anaqada obzorda chiqqan edi bu mol. Ani Abrorus kanalidan Habib ekan aytadilar. Ani Damskiy palchi. Ha, shunaqa variantlardan. Shunaqa. Jonivor. 7siga, sog'lomligiga 100% garantiya. Dilmurod bu ham nemis, o'zida qochib, o'zida tug'ilgan varianti. Mana. Yurg'izinglar chiqani bu yoqqa. Ajjon. Yuringchi. Mana. Ayiqqa o'xshaydi jonivor. O'sha arqonga tushib qolgan o'sha. Bemalol. Bu menda o'sha 10 kundan oshib turibdi-yu mana. Oyoq qo'llarni bunga ham e'tibor qilib qo'y. Baquvvatligiga, qalinligiga. Mol zo'r. Mana hozir yonida turib ham ko'rsataman, taxminan chamasini olaverishadi. Bu yog'iga o'tib olaymi? Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Buni bo'yi narigilardan sal balandroq keldi. Mana shu to'g'risini esimdan tushib ketdi qancha kelgani? 15 keldi adashmasam. Biri 15 keldi orqasi. Biri 10 ga, biri 15 mo'ljal. Endi mana kutini ham, yelkalarini ham ko'rsatib qo'yibgan mana. To'g'ri mana. Ayiqqa o'xshaydi jonivor. Bular shunaqa. Bu ani bir ikkita tug'gandan keyin ham ozib o'tin bo'lib qolmaydigan variantda. Ani uncha-munchaga etini yo'qotmaydi. Xudo xolisa, boqishsa bo'ldi. Jonivor. Necha oylik bu shunda? 5 oylik bu. 5 oylik. 5 oylik. Kejon. Narxi 15 million. 15 milliondan. 15 million. Mana originali mana bu lux kopiya deydi-ku. Tushunarli. iPhone'ga o'xshab. Mana ikkalasini ham oyoq bir-biriga o'xshaydi. To'sin. Mana. Uni uchalasini bir joyda olib tashab qo'ysa, bir qo'ra qilib qo'ysa undan ham zo'r. Bir qo'ra qilib qo'ysa undan ham zo'r. Xo'p.
uchinchisiga navbat kelyapti. hozir mana uni shundan yoniga surib yuboring, ko'rishadi mana. Mana buni qara, bariga alohida temadi. Jonivor. Misol uchun bizanikilar ham o'sha molni yetishtirishni o'rganib olishdi mana. Ha, jonivor. Mana. Uni ham orqasini ko'rsat, mana buni ham orqasini ko'rsat. Original Lux kopiya. Mana. Oyoqlarini anaqasini ham tushuntirib o'tish kerak emas. Ko'pchilik bilmas ekan shunaqa narsalarni. Hozir mana bu yerda asosan 100% kачествоga ishlanadi. Molni rangi ola-qora bo'lib, so'skalari ham zo'r bo'lib turib, ham oyoqlari qiyshuv bo'lsa ham u o'zini ana nimasiga desa bo'ladi, qolipiga to'g'ri kelmaydi. Mana oyoqlari to'g'ri tikka to'g'ri tushgan. Bu o'rgatishda, aql o'rgatish bir narsada emas. Bu bilmaganlar uchun. Ha, bilmaganlar uchun to'g'ri narsani aytib o'tib ketamiz mana. Oyoqlari ham tikka, ya'ni tuyoqlari o'sib ketgan bir narsalar emas mana. Oyoqlariga ahamiyat beringlar. Endi mana shuncha video chiqarayotgan bo'lsak, mollar pashti 90% sotilib ketyapti. Endi pul topgan odam endi aqli bo'ladi, bekordan bekorga olishmayapti. Shular mollarni olib sigir qilib foydalanishyapti-ki, olishyapti. Xudo xolisa olib sigir qilib olishinglar uchun. Buni ham uchinchisidagina hozir bitta ko'rsatib ketamiz. Rossiyskiy. Mana jonivor. Bu ham zo'r ekan. Buni kallasi alohida. Ha, qaranglar. Mana. Mana jonivor. Mana. Hop, buni shoxi bormi? Yo'qmi? Mana buniki ham tochka. Mana. Ko'rinmaydi. Pashti yo'q ekan. Yo'q hisob. Pashti yo'q ekan. Mana tumshuq kallalarni ham ko'rsatib. Hozir yechib yuribman, ko'rsataman. Bu necha oylik Anvar aka? Bu 5 oylik bo'lmagan bu ham. Aha. To'lov 5 oylik bo'lmagan. Bular endi hozir o'sha 3 oylik sutini ichib, endi ovqatga o'tgan paytida bular sutidan уже chiqib bo'lganiga ancha bo'lgan. Kechagina sotayotgandim bitta bir 15 konni sutdan chiqarganim bor edi. Hop. Bitta so'lib oluvdi. Ular buzoqlar o'zi sutdan chiqarilganidan bitta so'liydi, keyin o'ziga kelib. Bular mana so'lish davridan o'tib, уже o'ziga kelib bo'lgan. Mana badani zo'r. Ovqatga o'tmagan. Ha, mana misol uchun telefonda hammasi ko'rinmaydi. Sen mana xolis insonning mana badanni aytgan o'zi. Zo'r, badan zo'r. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Mana hozir yechib ko'rsatamiz buni ham xudo xolisa. Vodiylik akalarimizga ham yaxshi tushar ekan, lekin xudo xolisa. Hammaga yaxshi tushadi xudo xolisa. Ikkita viloyatga to'g'ri kelaveradi endi. Shunaqa. Samarqanddan ham ko'p akalarimiz telefon qilishyapti. Samarqand, Qo'qon, Marg'ilon, shularga ham ko'p chiqaryapmiz. Mana jonivor. Mana kallasi. Ronaldo yetdi. Qani. Ostlarini ham bitta ko'rsatib ketaylik. Qani, mana jonivor. Ko'p videoda ahamiyat beryapman. Ani zapaska so'skasi borini olmas ekansiz. Yo'q. To'rttalasi to'rt joyda bo'lsa, olgan odam misol uchun nima deydi? Maza qilsin boqib, tushunarli. Foydalanganda ham baraka topsin deydigan joyi bo'laversin, xudo xolasa. Mana buni ham yoniga boylaymiz. Mana kallalarni ko'rsatib qo'y, mana. Mana jonivor. Inshaalloh. Yuraqa. Nari yoniga olib kela qol. Akalarimizni like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikrlarini qoldirib ketinglar. Endi har xil odam bor o'rtoqlar, har xil bilib bilmagan ortiqcha negativ narsalar kerak emas o'rtoqlar. Mana mashimollar onasidan tug'ilgani ham hozir kichkina pul bo'layotgani yo'q. Uni misol uchun maqtashda u emas. Olib sigir qilib olsanglar, xudo xolisa bular birinchi qorinni o'ziga ham yomon sut bermaydi. Chunki naslli narsa bar pul bo'laveradi. Har doim pul bo'lgan, bundan keyin ham pul bo'laveradi. Mana. O'z pashti ranglari ham bir xil ekan jonivorlarni qaranglar. Hop, narxlari hop o'rtoqlar. Uchalasi bir joyda 15 million so'mdan kami bor deb xudo xolisa savdoga qo'yilyapti. Telefon nomerlarini qo'yib o'tib ketamiz. 97 kodi bilan 97 kodi bilan 655 655 55 55 44 telefoniga aloqaga chiqasizlar. Shu nomerda постоянный Telegram, WhatsApp nima bor? Telegram. Faqat Telegram. Telegram o'zi. Telegramdan aloqaga chiqsanglar bo'ladi yoki telefon quvozlariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bularning telefonlari 24/7 har doim yo'q. Bexijolat. Ha, kallalar. Dilmurod, zaklat tushadi, mol yetib boraveradi. Hammasini oldindan to'lang degan gap yo'q. 2-3 million zaklat tushadi, mol yetib boraveradi. Qolganini sho'pirdan berib yuborishadi. Dastavkasi? Ha. To'g'ri, kelishsak xolisi dastavkasi bilan, xolisi bez dastavka. Farqi yo'q. Musofirdagi aka-ukalar. Molxonalarga olib kirib boylab chiqib ketamiz. Tushunarli. Kelishsak bo'ldi, xudo xolisi. So'raganimizdan hammasini olmaymiz, xayri bilan xudo xolisi sotamiz. Kimdir qimmat deydi, kimdir arzon deydi. Shunaqa. Bori shu akalar. Shu. Ma'qul kelsa, narxi ma'qul kelsa telefonga aloqaga chiqishadi, bo'lmasa majburlar shu. Shu. Mana o'rtoqlar.
Like bosib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar. Xudo xolisa kundan kunga yaxshi sifatli videolar chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.